Assalomu alaykum hurmatli aziz birodarlar. Mana maktabga ham keldik. Bu maktab Qabadoyon rayoni Qizilnishon qishlog'idagi 24-o'rta maktab. Birodarlar, bundan bir qarib 2 oy oldin mana shu maktabning hojatxonasini bir video rolik qilgan edik. Mana stenasi ham bo'pti. Endi bo'lsa navbat bo'lsa kirishasiga ketdi. Mana shu Ramazon oyidan keyin kirishasini ham boshlaymiz, xudo xolasa. Albatta bu bir kishi bilan bo'ladigan ish emas, ko'pchilik bilan bo'ladigan ish. Birodarlar, sizlarda ham shunga hissalaringizni, qo'shishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Albatta buni xudo xolasa mana shu 2025-yil tugatamiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Mana xalqimizga rahmatki, mana shu tuvallikda maktab tuvaletini xalqimiz yordam qilyapti. Minnatdormiz. Kamroq nima qoldi, yordam berishlaringizni iltimos qilamiz. Assalomu alaykum. Mana hojibo ishlar bitib qolibdi-ku, saputan. Inshaalloh ishlarini joyimizki, maktabga bir joriy yaxshi bo'lib ishlarimiz anasi. Maktab tuvaleti bitib qolibdi inshaalloh. Xalq hisobi. İşler zamonaviy inshaalloh. O'zimiz bolalarimizga nevarlar qishloq uchun-da, bu qishloq uchun inshaalloh. Rahmat, men dastur qilgan bolalarga rahmat mana. İnşallah rahmat, juda ajoyib bo'libdi qarang. Bitib qolarsa inshaalloh bir ikkinchi narsa beramiz. Namoz arafasi bilan bitib qolar ekan narsa. Rahmat xalqimizning bolalariga, tijorat bolalariga ko'proq rahmat, Umidjonga ko'proq rahmat bilan xizmat qiladi. Buni Mahsin bobomiz, buni Bahodir akamiz, mahalla raisi ko'p xizmat qilamiz kerak. Rahmat hammasiga barchaga. Xo'p, mana birodarlar, hozir aytganimizdek 24-maktab Qizilnishon diyasidagi mana hojatxona to'g'risida ish boshlangan saxovatmand insonlar, tojirlar orqasi tarafdan xalqimiz yoshlar tarafidan mana hojatxonani zamonaviy maktabga qilib bermoqchimani boshlangan. Mana nasib bo'lsa, istiyob bo'lsa, ishlarga hammasi zamonaviy, bugungi talabotga javob berayotgan qilib bo'layotgan. Mana kimga shunga yordam qilgan, xo'p, mahallada komita, boshqa ishlar, iqtisodiy safarda turib yordam qilgan kishilar hammalarini xo'p, Xudo taolo umrini uzoq qilsin, xonadonlarga tinchlik, dasturxonlar bir noz ne'mat bo'lsin, kasb-kor tijoratlariga Xudo taolo barakat ato qilsin, tan joni sog' bo'lsin, nasib bo'lsa buni chiroyli qilib bitkazamiz. Hammangiz yana bir ko'rasizlar. Amin. Hammalari sog' bo'lsin, ishimizga rivoj bersin. Allohu akbar. Ha, otaxon, qanday bo'layapti? Nima kamchilik? Kamchiliklar mana maktab tuvaleti bitay deb qoldi, xudo xolasa inshaalloh. Bu bitadi. Bunga hammangizga yetarli mablag' masalasi tayyor. Buni bitkazsak endi hozir ham ketyapti shu. Lekin ro'zadan keyin qattiqroq ish boshlanadi. Maktab ma'muriyati bilan kelishib, buni ishlar olib, ijtimoiy ko'may chakaga olib, buni ishlar hammasini chakaga olsak, katta stadion tushyapti-da. Shunday zo'r stadion tushadi. Beli yer bor bu yerga. Eski tuvalni bilan mana ma'muriyatni olib qo'ysak, hamma o'z ijtimoiy joyi bir chakada tushadi.